Nimaga 90% bizni bolalarimiz orzu qilmaydigan kasbda Yaponiyada bitta o'qituvchilik o'rni uchun 50 ta hujjat topshiriladi. O'qituvchilarning obro'si Yaponiyada eng yuqori hisoblanadi. Yaponiyada maxsus do'konlar bor va o'qituvchilar uchun bu do'konlarda narsalar ancha-muncha arzonlashtirilgan sotiladi. Va shu bilan bir qatorda avtobuslarda ham o'qituvchilar uchun maxsus o'rindiqlar ajratilingan. Ishonasizmi? Avtobusda to'la odam bo'lsa ham bu o'rindiqqa boshqa hech kim o'tirmaydi o'qituvchilardan boshqa. Shu bilan bir qatorda Yaponiyada o'qituvchilar uchun maxsus ko'krak nishonlari, ya'ni znachoklar beriladi va bu ko'krak nishonni taqib yurgan insonni ko'chada xoh katta bo'lsin, xoh kichik bo'lsin ko'rib qolsa, ularga tavoze bilan salom berishadi. Mana gap qayerda? Yaponiyada o'quvchilar, bolalar o'qituvchilarni eng yaxshi obro'ga ega bo'lgan kasb egalari deb bilishadi va ular bu kasbni egallashni orzu qilishadi. Shuning uchun ham bir o'ringa 50 ta o'qituvchi hujjat topshiradi. Bizda esa afsuski bolalarimiz o'qituvchilik kasbini eng qiynalib, juda kam pul topadigan kasb deb bilishadi. Hattoki uyda ota-onalar ham o'qituvchingni hurmat qil, ustozlar degan fikr qarashlari yo'q bo'lib ketyapti. Vaholanki bu o'sha ota-onalarni farzandlarini ilmiga juda ham katta ta'sir qilayotganini ular bilishganida edi. Bu mavzu borasida esa xulosa o'zingizdan.